Abduvohid Ne'matov, O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Abduvohid Ne'matov 2001-yilda Jizzax viloyatida tavallud topgan. Qarshining Nasaf futbol maktabi tarbiyalanuvchisi bo'lgan darvozabon faoliyatini shu klubda boshlab, tez orada jamoaning asosiy futbolchilaridan biriga aylandi. Nasaf safida 3 karra O'zbekiston kubogi, 3 karra Super kubok sohibi bo'lib, 2024-yil mamlakat chempioni. Shuningdek, bir necha bor milliy chempionatning kumush medallarini ham qo'lga kiritgan. Abduvohid O'zbekiston U23 terma jamoasi bilan 2022 va 2024-yilgi Osiyo chempionatlarining kumush medallarini qo'lga kiritgan. 2024-yilgi musobaqada turnirning eng yaxshi darvozaboni deb e'tirof etildi. Ishonchli o'yini, vazminligi va yuqori mas'uliyati bilan ajralib turadigan Ne'matov bugun milliy terma jamoamizning istiqbolli darvozabonlaridan biri hisoblanadi. 2025-yil 6-iyun kuni u O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan taqdirlangan.